Barchangizga assalomu alaykum. Bugun bizlar Python dasturlash tilida birinchi programmamizni yozib o'rganamiz. Bu uchun bizlarga birinchi kompyuterimizga Python interpretatorini o'rnatishimiz kerak. Buning uchun Pythonning brauzerda veb-saytiga kiramiz. Pythonning veb-sayti python.org. Bu Pythonning ofitsial veb-sayti. Bu yerda Python programmasi tili haqida ma'lumotlar, unda qanday ishlash kerak, qanday o'zgarishlar bor, sol haqida umuman to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Endi bu yerda biz downloads bo'limiga borsak, bu yerda Python dasturlash o'zimizning platformamizga o'rnatib bo'lish uchun uning versiyalari ko'rsatilgan, ya'ni Windows, macOS, boshqa Linux, Unix operatsion sistemalari uchun Python versiyalari bor. Sizlarning kompyuteringiz Windows operatsion sistemasi o'rnatilgani uchun men Windows bo'limini tanlayman. Demek bu yerda latest Python 3 release, ya'ni Pythonning eng so'nggi versiyasi ko'rsatiladi, ya'ni ustinsiyatli. Uning eng so'nggi versiyasi 3.11 ekan, ya'ni 24 oktyabr sanasini solishtirganda. Bu yerda 3.11 versiyasi haqida to'liq ma'lumot berilgan, ya'ni qanday yangilanmalar, o'zgarishlar kiritilgani haqida. Endi to'manga tushsak, files bo'limi bor. Bu files bo'limidan bizlar o'zimizning kompyuterimizga ustinsiyat etilgan, ya'ni ikki turli bo'ladi. 32 bitlik bo'lmasa 64 bitlik. Bizning kompyuterim qanday tipda, ya'ni protsessor qanday tipda ekanligini bilishim uchun Windows R klavish bilan birga bosaman, ham asli ham aynaga ms info 32 buyrug'ini kiritib OK bosaman. Demak, mening kompyuterim haqida to'liq ma'lumot aynaga chiqadi. Bu yerda qanday birinchi sistema o'rnatilgan, nechinchi versiyasi, qanaqa boshqa ko'plagan ma'lumot olishimiz mumkin. Bizlarga tipi haqida ma'lumot kerak. Tipi 64 lik ekan. Demak, men Pythonning 64 bitlik protsessor uchun usunilgan versiyasini tartib olaman. Demak, tortuv boshlandi. Demak, Pythonda tartib bo'ldi. Demak, uni kompyuterimizga o'rnatamiz. Demak, bu Pythonning kompyuterimizga o'rnatuv aynasi. Bu yerda e'tiborga oladigan yerimiz add to python.s bu pass bo'limini галочка qo'yib ketishimiz kerak. Bu ne uchun kerak? Bu Python dasturlash tilini kompyuterimizning qalagan yeridan topib oluvi, ya'ni o'zini o'zi Pythonda topib oladi. Sol uchun галочканы qo'yib ustanib ketishimiz kerak. Endi bu yerda ustanib ketishning ikki turi bor, ya'ni install now ham custom size installation. Bu yerda custom size installation deganimiz o'zimizga kerakli bo'lgan bo'limlarni g'ana, ya'ni tanlab uстановка etuv. Ham install now, ya'ni standart turda uстановка etuv. Bizlar standart turda uстановка etuv bo'limini tanlaymiz, ya'ni install now. Demak, uстановка etuv bosiladi. Demak, bizlarda Python kompyuterimizga uстановка etilib bo'lindi. Endi qarasak, рабочий stolimizda hech qanday Python programmasi haqida hech qanday programmalar paydo bo'lmadi. Biroq bu uстановка qilinmadi deganda bildirmaydi. Demak, pustga kirsak, demak bizlarda eng keyingi uстановка etilgan ma'lumotlarning ichida Python 3.11 versiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan Python 3.11 versiyasini tanlaymiz. Ham bu asosan aynan Python interpretatori hisoblanadi. Demak, endi bizlar Python dasturlash tilida kodlarimizni yozuvda boshlasak bo'ladi. Misoli, eng birinchi kodimiz print, ya'ni ekranga chiqaruv kodi bo'lsin.
Bize hamma eng birinchi dasturlash tilinde hello world sözün ekranga chiqaruvdan boshlaydi. Demek bizler ham sol so'zdan boshlaymiz. Demek print hello world ham enterni bosamiz. Demek bizlarda ekranımızga hello world sözü chiqdi. Demek bundan başqa da mansat kodlarda yozuvimiz bo'ladi. Endi bu interpretator qulaychilik qo'yishi mumkin, sababi dastlabki foydalanuvchilar uchun bu interpretatorda qulayliklar az. Sol uchun uzuqqa borib Aydule Python 3.11 versiyasini, ya'ni sol programmani tanlasa, bu foydalanuvchilar uchun bir qancha yengillik yaratilgan interpretator hisoblanadi. Endi bu yerdan biz taza fayl ochib olamiz. Taza fayl ochildi. Endi yaratilgan faylimizda kod yozib basmasdan oldin рабочий stolımızga saqlab olamiz. Save рабочий stolga Python test 1 saqlab oldim. Demek bizning рабочий stolumuzda Python test 1 fayli ochildi. Endi unda kodlarni yozuvga boshlaymiz. Demek misol uchun bugungi kunda, ya'ni sanani ko'rsatuvchi dastlabki kodni yozib ko'raylik. Bu uchun bizlar from date time import date time. Ya'ni date time degan bibliotekani o'zimizning kodimizga chaqirib olamiz. Demek ol chaqirib olindi. Endi bugun degan o'zgaruvchi olib, bugungi sanani bugun degan o'zgaruvchiga o'zlashtiramiz. Bu uchun date time.now, ya'ni hozirgi sanani o'zlashtirdi. Endi bugungi sanani ekranga chiqarishimiz uchun print bugun точка hammaga format beramiz. strf time formatini beramiz, ya'ni sen shu. Demek yozib bo'lgandan keyin faylimizni saqlaylik etamiz ham run knopkasini bosamiz. Demek qarab tursak, bizning interpretatimizda 2022, ya'ni bugungi sana, ya'ni yilni chiqarib berdi. Endi buni qasdina bizlar so'raymiz. Ay ham kundini qo'shib chiqaradigan bo'lsa, %m ham %b deb yozdim. Fayl bahraga ketamiz. Ham runni bosamiz. Demek bizlarga qarab tursak, 2022 yil 11-noyabr sanasi chiqdi. Demek shunday qilib dastlabki programmalarimizni Python dasturlash tilida yozishimizga bo'ladi.